Iliqe Tursun Tiki degan bola. Siz shumi? Shu o'g'ilniki to'yda beshikka molla qitib beramdiki debsizlar. Yaxshimsizlar do'stlar, hammalarning bo'sh vaqtinglar güzel bo'lsin. Choyondek bu obrazdagi Zulqardan hammalarga salomlar bo'lsin. Biz bugun Tursuntik obrazidan xalqimizning yoqtirishiga erishgan ko'p qirliq san'atkor Mavloniyaz aka bilan bir parangiz taqayli. Mazmunimiz yoqtirgan do'stlarimiz Inkas rayoniga mening rasmimni yo'llab qo'ygan bo'lsanglar, rahmat. Qadek beksab ana suv ichishni qat'iy unutib qolmanglar. Rahmat. Undasa filmga ketdik. Later. Vay Mevloncan man. Şundaq, xo'sh, o'zlari kim? Iliqe Tursun Tiki degan bola. Siz shumi? Men shu. Voy bolam, qanday ahvoldir, salomat bo'lma. Yaxshi, voy. Mevloncan. Voy. Yaxshi, topsidan men sirtqa chiqay ya. Ma'qul. Xo'sh, gaplar. Voy, qanday uy ichamaydan tushlikmi? Yaxshi her holda, o'zdirmabdan turamlar. Voy, yaxshi bolam, sizlarni ko'rishamagan bilan jiq ko'rib turmazmi tulqinda? Ha. Junda bek omroq xo'jam sizlarga. Voy, rahmat. Yaqinda sizlarni tug'di deydi, nima? Aslan ayolni tug'di deydi. Men tug'madim. Qani sizlarni ayolni deyman. Sizlarni ayol tuqqanmi? Shundaq. O'g'ilmikin, endi qiz bolamikin va. Endi shu o'g'il qiz demidik. Qiz bo'lsinmi, ham o'g'il bo'lsinmi, ham o'zimizning farzandi. Hamma qiz tug'ildi, shunda suyundim. Voy, jintalaylar ketdi xo'jam manaka. Gul dislar va gol. Rahmat. O'zlari kim bo'ldilar? Mana gapma, tashqarida uribdim xo'jam. Endi bizniki o'g'ilning to'yi endi mushtaptida. Endi talab yuraversa bo'lmaydi ekan, zalmolab ketadi ekan, xo'jam bir to'yani qilib desam, debdi. Endi sizlar ko'nglim yaqin bo'ladi, ham degandan boshlab manaka. Xo'sh. Shu o'g'ilniki to'yda beshikka molla qitib beramdiki debsizlar. O'g'ilning to'yida ma kelib molla başlagan to'yga bir taklif qilsalar, bag'ni elib endi cho'qinma xizmat aldirash bo'lmagan taqdirda sharoit yor bersa, berib to'yga bir qatnashib, anandaki bir ahvolga qarab Atqadak madda olsa atamiz bo'lmasa naqshimizni aytib usulimizni o'ynab yenib kelamiz. Shuma, bunda umoq bo'lmaysizlar. Bak omroq yosh vaqtlarimizning ta'atibsizlar ashliqi ben naqshlar bayliq. Nima? Xo'sh muborak to'yingiz g'ash qiyashning. Nima? O'qsa to'maya, ha? Rahmat. Endi hozirlama to'yga qo'paplar xo'sh bo'ldim. Endi mavayliqqa to'yda endi biz meyada chatoq yo'q deb va'dini uchuq berib o'tib kelib, vaqtdan vaqt kelib qolsa, u ish bu xizmat bilan borolmay qoldigan shu bo'lsa yaxshi bo'lmaydi, qarsizlar. To'g'ri. Endi men shu ahvol sharoit yor bergan asosda anandagi men bag'dak los cho'qim borman. Anandagi to'yning vaqtini bir yo'llab qo'yishlar. Ma'qul. Qasab bir yo'l bir to'paq to'sib olmagan ekan. Ikkilarlar. Mana do'stlar, Mavloniyaz ustozlarga aloqasi bo'ldik. Bizga shuna yaxshi taklif fikrlarni berdi. Rahmat ustoz. Ustozning bundan keyin ishlarining texmi yaxshi, kunlarining texmi xushal quram o'tishini chin ko'ngilda umid qilaman. Xudo xolasa kim telefon qilamiz, to'rdoshlar, undasa Inkas rayonida yoki ayrimxonda